Mana shu oldinlari action janrida olingan kinolarni ko'raman. Tog'lardan, aruvlardan, politsiyskilardan qochayotganlarda va shu odam mototsiklga hech qanday meni mensimas ekan, sakrab o'tib ketar ekan deb yoshligimizda niyat qilardik va orzu qilardik. Bir kun biz ham olamiz deb. Alloh taolo mana shu kunlarga kelib shunaqa apparatlarni obzor olamiz orqali. Endi urish hozirlari bo'lsa xudo xolisa juda ham chiroyli ko'rinishda bo'lgan yaxshi bayk olib keldik akalar. Men o'zimga ham qiziq, birinchi marta obzor qilaman. Sizlar bilan birgaliklarda hamma joylarni bitta ko'rib tanishib o'tamiz. Mutlaqo 0 probeg bilan bo'lgan yangi apparatimizni olib kelaman. Dizaynini qaranglar. Buni ishqibozlari, ya'ni kasallari juda ham ko'p akalar. Cross yo'nalishida bo'lgan mototsikl akalar. Lifan X-Trail 2cc, ya'ni 200 kubaturali juda ham yaxshi motorlarda turibdi. Bo'ylarini qarang. Bor bersanglar, oldi diskasi orqaga qaraganda kattaroq bo'ladi. Hamma nagruskani, boshqani sakravotganlarda, vilkalarga bosim tushganda dosh bera olish uchun akalar. Tep privetlarda xudo xolisa maksimal tezligi 120-130 bo'ladi. Lekin oldinlarni ko'tarib tashlashga, turklik qilishga imенно mana shu yo'nalishdagi mototsikl bo'ladi akalar. Mana sportlarga qaraganda buni razgoni tezroq bo'ladi va oldinlarni berib maza qilib pasatga keladigan bo'lsa, ishoninglar, umringizda bunaqa yumshoq mototsikl topolmaysizlar akalar. Enduro'dagi yumshoq mototsikl hech qaysi klassik mototsikllarda unaqa hadovoy bo'lmaydi akalar. Ovozini sizlar bilan bitta ko'ramiz. Apparatimiz akalar, xudo xolisa bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Narxini $2350 deb chiqardik. Xudo xolisa hozircha bir dona yangi partiyalarimizda ham boshqa modellar, boshqa ranglardan zakaz qilamiz inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilish imkoniga egasizlar.